ayting Peygamberim Ul Muhammed aleyhisselam. Salavat bar Muhammed, barakat bar Muhammed. Salavat etkenlerge o'zi bergay ikki dunyoyu rahmat. Qizil yuzli, shirin so'zli Rasululloh keling endi. Ummatlaringiz chorlar sizni Habibulloh keling endi. Ravzangiz dog'ida yig'lar bu g'arib ummatlaringiz. Ummatim deb chaqiring ya Ahmado, xush keldingiz. Sano aytar ummatlaringiz, yig'lab so'rar ummatlaringiz. Duo qilar ummatlaringiz, Rasululloh keling endi. O dunyoyu bu dunyoda zinhor degayman ummatim. Ozorim garchi ziyoda bisyor degayman ummatim. Hattoki vaqti qazoda ming bor degayman ummatim. Ummatiga bor ermush ikki dunyoyu rahmati. Oshiq ummatlarini aro yo'lda qo'ymasin. Sodiq ummatlarini do'zax o'tidan asrasin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Senga mazza Madinam, Rasulim bag'ringda. Mendek ojizning esa faqatgina qalbimda. Sog'inchlarga to'lib ketdim, Madinadan yig'lab qaytdim. Sog'indim-da Rasululloh, garchi ko'pdir gunohim, kechirgaysan ilohim. Sensan mening panohim, ya Mustafa Muhammad. Ya Rab, nechuk qilgayman men, shafaatin kutgayman men. Ummatidan bo'lgayman men, ya Mustafa Muhammad. Ummatidan bo'lganlar, shafaatin kutganlar, ahli behishт bo'lganlar, ya Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya khairul khalqillah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya khairul khalqillah. Saddaqa ya Rasulullah. Salavat bar Muhammad, barakat bar Muhammad. Salavat aytganlarga o'zi bergay ikki dunyoyu rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad.
اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد برحمتك يا الله. Allah'ım perverdigarım, her bölümlerimizde bilmediğin günahlarımızı affı eyleyin. Hem keçirgin o hem affı eyleyin. Allah'ım günahlarımız köp, lekin senin rahmetin ondan da köp Allah'ım. Senin fazl-ı kereminden, rahmetinden umidvarımız. Allah'ım bizlerini kıyamet günü xor bo'lishdan, qattiq afsus nadomat qilishdan Alloh o'zing panohingda asrasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafaatlariga Allohim bizlarni ham loyiq qilgin. Jannatingda rasulingga hamroh bo'lishingni Alloh o'zing muyassar aylagin. Qiyomat kunida Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak qo'llaridan havz-i kavsar suvini ichmoqlikni Alloh hammalarimizga nasib aylagin. Oxirat diyorida yuzlarimizni yorug' aylab, yorug' yuzlar qatorida bo'lishni Alloh o'zing nasib aylagin. Bugungi qilaydigan ihsonlarni Alloh dargohida qabul aylab, ajrlarni ko'paytirib bergin, davlatlarni bundan ham ziyoda qilgin. O'g'il qiz farzandlarni rohatini, kamolini, huzurini ko'rishni Alloh hojonamizga Alloh o'zing nasib aylagin. G'amingdan, tashvishingdan Alloh o'zing yiroq qilgin. Kam bersang ham hech qachon g'am bermagin. Shirin tashvishlarda egasi bo'lishingni Alloh hammalaringga muyassar aylasin. Tanalaringdan ter to'kiladigan vaqt Ka'bada nasib aylasin. Xudo xohlasa Habibimni ravzasini ko'rmoqlikni, chiroyli duoda bo'lmoqlikni Allohim yana ham Alloh o'zing muyassar aylagin. Habibim ravzasida yig'lab duo qilishlikni Alloh yana ham muyassar aylagin. Bizlarni Habibimga munosib ummat qilgin. Allohim parvardigorim, bemorlik bermagin bizlarga. Bizlarni kechir, afo aylagin, bemorlik bermagin. Farzandlarimizga Allohim rushd, hidoyat, baxt va saodat Alloh o'zing nasib aylagin. Shunday yaxshi kunlarga Alloh bizlarni jam qilding. Jannatlarda ham ikki haramlarda jam bo'lishligimizni Alloh o'zing muyassar aylagin. Allohumma salli va sallim va barik ala Rahmat sizga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rahmatini ko'ring do'stlar, duoyingiz qabul bo'lsin. Jamoliga yeting onam, ul visoli nasib etsin. Payg'ambarim ravzasida ibodatlar qabul bo'lsin. Hojilik nomlari ila Rabbim Alloh nazar qilsin. Ilohi amin. Sizga jannat beror ermish, Kavsar suvlar serob qilmish, ul Ka'bada mehmon etmish. Hoji bo'lib keling do'stlar.